Qorin og'rig'i va shishish kundalik hayotni buzishi va bemorlarning farovonligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Avarin bilan tanishtirish. Avarin og'riqlarni yengillashtirish uchun alverin sitratini va ortiqcha gazni kamaytirish uchun simetikonni birlashtiradi. Avarin muammosida muqobil yechim: qorin bo'shlig'idagi noqulaylik. Avarin ikkilamchi ta'sir formulasi og'riq va shishni tezda bartaraf etishga yordam beradi. Avarindagi antispazmotik alverin ichak va bachadonning shilliq mushaklarini bo'shashtiradi. Ta'sir 30-60 daqiqa ichida boshlanadi. Avarindagi ko'pikka qarshi simetikon oshqozon va ichakdagi ortiqcha gazlar tufayli qorin shishini, noqulaylik va og'riqni kamaytiradi. Avarin tez, samarali va yaxshi ta'siriga ega og'riq qoldiruvchi vosita. Yurakning silliq mushaklariga ta'siri yo'q. Tobe qilmaydigan va giyohvand moddalarsiz. Boshqa antispazmotiklar bilan solishtirganda kamroq yon ta'siri. Avarin dispepsiya va ta'sirlangan ichak sindromining kombinatsiyasi uchun birinchi darajali doridir. Avarin boshqaruvda samarali. Ta'sirlangan ichak sindromi, oshqozon spazmasiya, oshqozon yarasi, kolonoskopiya, divertikulyar buzilishlar, kolit va pankreatit, dismoneriya, jigar kasalligi, periferik qon tomir kasalliklari, limfadenit. Doza: bir kapsuladan kuniga 1-2 marta ovqatdan keyin. Avarin qorin bo'shlig'idagi noqulaylikda kuchli yordam beradi. Shuning uchun bemorlaringizning ahvoli tezda yaxshilanadi. Mega Viker.